Eshitdinglarmi? Atigi 3000 so'mga vafli olib, ichida mana shunaqa dollarlar chiqayotganini. Mana buni sinab ko'rishga qaror qildim. Mana birinchisini ochdim. Birinchisida shunaqa motivatsion kupon chiqdi. Otabek matematikani yaxshi o'rgan, seni katta ishlar kutyapti deb yozilgan ekan. Ikkinchisini ochdim. Ham shunaqa motivatsion kupon chiqdi. Ustoz, sizni yaxshi ko'raman, siz eng zo'risiz. Ustozingizga jo'natib qo'ying. Qilib yana ochishda davom etdim. Bularni nafaqat kupon pulli chiqadi, balki biskvitlarini yeb ko'rsangiz ham shunaqangi mazali, yumshoqqina, pulingizga arziydigan vafli va biskvitlari har xil turdagi mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Albatta tatib ko'ring. Aynan mana shunisi menga juda ham yoqdi. Keyingisini ochdim va onajon sizni yaxshi ko'raman, siz eng chiroyligisiz degan yozuv chiqdi. Onajonlarimiz baxtimizga sog' bo'lishsin. Biskvitlari ham juda ham yumshoqqina, shirin ekan. Mazza qilib uydagilar bilan yeb oldik. Menga o'xshab sizlar ham o'zinglarning omadinglarni sinab ko'ringlar. Mana men omadimni sinab ko'rib, shunaqa vaflilardan olib testировать qilyapman. Vaflisi ham juda ham zo'r ekan. Baxtigul ismli yaxshilab darsingni qil, katta bo'lsang vertolyot olasan degan motivatsion kupon chiqdi. Shunaqa yaxshi tilaklar va pullar American Surprise vaflisidan chiqmoqda. Undan tashqari mashina, dollar va har xil maishiy texnika buyumlari ham yutib olishingiz mumkin. Omadingizni sinab ko'ring. Videoda ismi chiqqan insonlarga yuborib qo'ying.